Shu oddiygina sitramon sizni qon bosimingizni ko'tarishi yoki jigaringizni kuchli zararlashi mumkinligini bilarmidingiz? Ko'pchiligimiz bosh og'riganda shu sitramon ichib yurishga odatlanganmiz. Lekin bu videodan keyin aniq bu sitramonni o'ylab ichadigan bo'lasiz. Sitramon tarkibida paracetamol, kofein hamda aspirin mavjud bo'lib, ularni uzoq muddat qabul qilish quyidagi asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Aspirinni uzoq muddat qabul qilish oshqozon yara kasalligiga, gastritga, hattoki oshqozondan qon ketishigacha olib borishi mumkin. Uning tarkibidagi paracetamol va aspirin jigarga zararli ta'sir qilib, jigar toksikoziga, ya'ni jigarning kuchli zararlanishiga hamda buyrak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Uning tarkibidagi kofein esa qon bosimini oshishiga, ya'ni gipertoniyaga va yurakni tez urishiga, taxikardiyaga, bundan tashqari turli bosh og'riqlari, uyqusizlik va asabiylikka sabab bo'lishi mumkin. Agar siz ham doimiy bosh og'riqlari uchun sitramonni qabul qilayotgan bo'lsangiz, buni darhol to'xtating va og'riqning asl sababini aniqlash uchun shifokorga murojaat qiling. Chunki sitramon og'riqning asl sababini davolamaydi, faqatgina vaqtinchalik og'riq qoldiradi xolos. Videoni barcha tanishlarga yuborib qo'ying.